Mijoz sizga ha degani u mahsulotni sotib oldi degani emas. U shunchaki ha deydi yoki bo'lmasam menga juda ham yoqdi, zo'r tushuntirdingiz, faqat hozir kelaman, bitta maslahatlashib kelay deydi. Yokida nechagacha ishlaysiz deydi. Yoki telefon nomeringizni yozib oling, o'zim sizga telefon qilaman deb sizga ha olaman deb aldab ketadi yoki bo'lmasam yo'qolib qoladi. Bu rad etish emas. Bu aslida mijozning yashirin e'tirozlari. Ya'ni sizga yo'q olmayman deyishdan andisha qiladi. Chunki biz o'zbeklarda sizga vaqtini sarflagan, siz bilan ko'proq gaplashgan insonlarga yo'q deb keta olmaymiz. Nima sababdan? Biz o'ylaymiz, biz kibr qilamiz, katta oldik deb o'ylaymiz. Lekin aslida sizga o'ylab ko'raman, hozir kelaman, maslahat qilaman deydigan gaplarni tagida yoki tagiga tushadigan bo'lsak, shunchaki u sizni chiroyli qilib, madaniyatli qilib chopyapti. Mijozni sizni chopishga haqqi bormi? Albatta bor. Chunki u bir necha yil davomida o'zining xohishlaridan yoki xohlagan joyga bormasdan yoki kamroq narsa xarid qilib voz kechib shu narsalardan pullarini yiqqan. Nima uchun? Bir umr yiqqan pullarini, hatto o'zining ayoliga ham ravo ko'rmagan pullarini sizga shunchaki tashlab ketish kerak. Siz bilan tanishganiga bor yo'g'i 1 soat yoki 2 soat bo'ldi. Bu yerda xato kimda? Xato sotuvchida. Ya'ni siz uni ishontira olmadingiz, mahsulotni u xohlaganday taqdim qilib bera olmadingiz va mana shu yerda juda katta kalla qo'ydingiz. Nima uchun kalla qo'ydingiz? Chunki mijoz sizning oldingizga butun umr yiqqan pullarni olib keldi va orzusini amalga oshirmoqchi. Siz esa qayoqdagi bir prezentatsiyangiz bilan uning orzusini ustida xuddi xirapashchaday aylanib faqatgina xalaqit beryapsiz. Xirapashchani ovozini eslang. Siz mijoz istayotgan narsalar haqida emas, mijoz uchun ikkinchi, uchinchi yoki bo'lmasam eng oxirida turadigan narsalar haqida gapirdingiz. Xuddi bortga chiqqaningizda styuardessa sizga tabassum orqali sizni 3 sekundni ichida filtr qilib oladi. U sizni skaner qilib, sizning xavfsizlik yoki xavfsizlik darajangizni, favqulodda vaziyatlarda o'zingizni qanday tutishingizni va madaniyatingizni bilib oladi. Siz esa professional bo'lib, ya'ni xuddi styuardessaday professional bo'lib uni skaner qilmadingiz. Mijozni xohishlarini, uning nima xohlayotganini bilmadingiz. Endi u sizga nima deydi? U sizga shunchaki madaniyatli, chiroyli qilib xayr deydi va telefonlaringizni ko'tarmaydi yoki umuman SMSlaringizga umuman javob berishni to'xtatadi. Chunki masalan aytadigan bo'lsak, siz unga so'q sotmoqchi bo'ldingiz. Kelgan mijozga siz so'qning qadog'i haqida, uning tarkibi haqida, fruktozasi qancha yoki tabiiy mevalardan tayyorganligi haqida, uning konsentratsiyasi haqida, qancha meva ishlatilganligi haqida, qadog'idagi kerakli plastik yoki plastik emasligi haqida tushuntirib berdingiz. Mijozga kerak emas informatsiyalarni hammasini berdingiz, unga tushuntirdingiz. Mijozga bu narsa kerak emas edi. Bu mijoz shunchaki so'qdan tatib ko'rishni xohladi. Siz esa nima qildingiz? Bu imkoniyatni mijozga bermadingiz. O'zi mijoz ertalab uyg'ondi, tayyorlandi, ko'chaga chiqdi. Sizning mahsulotingizni sotib olish uchun yo'lga chiqdi. Bu sizning hisobingizga 1-0. Keyin barcha konkurentlaringizni o'rganib chiqib, aynan sizning oldingizga keldi. 2-0. Yozni kunida issiqda yoki qishni kunida sovuqda, probkalarda turdi. Metroda bo'lsa tiqilinchlarda keldi. O'zi u ko'chada ijtimoiy bosim bilan keldi. Asabiylashdi, issiqda ko'proq yurdi yoki taksisi vaqtida kelmadi, Yandexchi bilan urushgandir. O'sha ijtimoiy bosimni sizni oldingizga kelib o'tirdi. Siz esa unga bir nimalar haqida gapirib, nimalarni tushuntirib, mahsulotimni sotib olsang buncha skidka, sotib olsang buncha skidka deb yotibsiz. O'zi bosim bilan kelgan odamga yana bosim berib, uni hayotini yana qiyinlashtiryapsiz. Yangilangan sotuv texnikalarini o'rganishni istaysizmi? Unda quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki video kommentariyasida link orqali ro'yxatdan o'ting. Joylar soni cheklangan. 2-0 bo'lgan joyda siz yutqazdingiz. Nimaga? Chunki mijoz sizga ha deyotuvdi. Siz nima qilyapsiz? Unga kerak emas gaplarni, miyasiga kerak emas negativ diagrammalaringizni, motorda qanaqadir tushunchalarni aytib beryapsiz. Mijoz shunchaki mebel sotib olayotgan bo'lsa, unda prosta yotib ko'rmoqchi edi. Siz esa unga Marsdan olib kelgan qanaqadir bo'yoqlaringiz haqida tushuntirib o'tiribsizmi?
u narsani xohlamayapti. U mashina olmoqchi bo'lsa, mashinaga o'tirib vibe his qilmoqchi. Mashinaning prям ovozini eshitmoqchi edi. Siz esa bir dunyo prezentatsiyalaringiz, bir dunyo kataloglaringiz va bir dunyo raqamlaringiz u chegirmalaringiz haqida gapirib, uni boshini og'ritishni boshladingiz. Yoki ayol sotuvchi bilan erkak mijoz suhbatlashayotgan bo'lsa, siz unga hamma mahsulotingizni juda ham chiroyli qilib tushuntirib berdingiz. Mahsulot unga yoqdi. U erkak mijoz olishni xohlayapti. Shunchaki mijozning puli sal kamroq. U sizga pulim yetmayapti deb ayta olmayapti. Nimaga? Chunki boyagiday andisha qilyapti. Lekin agar siz chegirma qilib beradigan bo'lsangiz, uning puli yetadi ham. O'sha chegirma berish imkoniyati sizda ham bor. Lekin mijoz o'sha ichidagi pulim yetmayapti degan narsani sizga yetkazib bera olmayapti-ku. Va u nima bo'ladi? U bosimga tushadi. U asabiylashishni boshlaydi, suhbatni tezroq tugating va tezroq o'rnidan turib keting degan qarorga keladi. Chunki u o'zini siz oldingizda ojiz his qilyapti va u juda ham asabiy darajaga kelishni boshladi. Keyin mijoz nima qiladi? Bu asabiy muhitdan tezroq qutulishni xohlaydi. Sizga bir necha dejurniy gaplarni gapirib, bo'ldi, o'rningizdan turib tezroq qochishni xohlab ketadi. Uning puli yetmayotganligi sizning ham aybingiz emas. Shunchaki siz bu yerda shu kam pul bilan ham muammoni hal qilish imkoni borligini yoki chegirmalar qilib berish imkoni borligini boshidan boshlab unga yetkazib bermadingiz. Bu esa nafaqat sizning, balki sohaning kechirib bo'lmas xatolaridan biri hisoblanadi. Chunki sotuvda mijozni his qilish va xaridorning nima istayotganini bilish sotuvchining vazifasi. Nega brend do'konlariga kirsangiz, sizni sotuvchi kiyim kiyib ko'rishingizni iltimos qiladi? Nima uchun? Chunki u kiyim sizning tanangizda qanday turishi, siz uchun qanchalik darajada qulayligini yoki bu kiyim yoki bu rang sizni ochishini yoki yopib qo'yishni his qildirishni xohlaydi. Agar bu kiyim sizni ochsa va bu kiyimni siz o'zingiz mazza qilib, sizga ham yoqadigan bo'lsa, siz 90% bu kiyimni sotib oldingiz hisob. E'tibor bering. Sotuvchi sizga bu kiyimning brend haqida gapirmayapti, matos haqida gapirmayapti, matosning qaysi ipdan tikilganligini ham gapirmayapti, kim tikkanligini, qaysi korxonadan kelganini yoki qaysi dizayner uni o'ylab topganligini ham gapirmayapti. Shunchaki sizga bu kiyimni kiyib ko'rishingizni iltimos qilyapti. O'zi aql va yurak degan tushuncha bor. Ya'ni yurak his qildimi, bo'ldi, inson aqldan ozishni boshlaydi. U kiyimni kiyib ko'rib, yurak yana bir marta his qildimi, bo'ldi. Yurak orzu qilishni boshlaydi. Aql vazifasi nima bo'ladi? O'sha narsani amalga oshirish uchun barcha variantlarni qidirishni boshlaydi. Puli yetmaydigan bo'lsa, boshqa variantlarni qidiradi yoki kimdandir qarz olishni yoki kredit olishni yoki o'zining yashirib qo'ygan pullarini ishlatishni boshlaydi. Ya'ni bu yerda yurak aqlga o'sha narsani hozir sotib olmasak, ertaga qolmasligi mumkin degan signalni beradi. Va aql maksimalni hamma variantlarini ishga solib pul topish texnikasini o'zi ishlatishni boshlaydi. Siz yurakka ta'sir o'tkazing, shuni o'zi yetadi. Nimaga? Chunki 21-asr insonlari avvalgi insonlarga nisbatan hissiy zavqni kamroq olishadi. Hozirgi zamonaviy odamlarni zavqlantirish osonroq. Avvalgi insonlar esa nima qilardi? Bitta kiyimni 3-4 yillab kiyib yoki ukamga, bolamga, nabiramga deb saqlab qo'yishardi. Hozirgi insonlarda esa bu narsa yo'q. Avvalgi insonlar bitta kiyimni har kuni kiyib yurish normal holat deb qabul qilishgan. Hozirgi insonlarda esa har kuni har xil kiyimlar va qulay bo'lishi va u kiyimda o'zini yaxshi his qilishi muhim. Avvalgi insonlar nima qilardi? Ozgina kattarog'ini oling, keyingi yil ham kiy degan tushunchada yashashgan. O'zimiz ham masalan kichkinaligimizda bizga ham masalan olib bergan, keyingi yil ham kiyasan deb. Hozir esa unaqa emas. Ya'ni hozir 21-asr insonlari ko'proq qulay bo'lsin, hozir menga qulay bo'lsin va hozirgi muammoyimni hal qilsin deb o'sha nuqtaga kelishgan. Shuning uchun ularga hozir olish, aynan shu kiyimni olish zavqini berishimiz kerak. Agar mavzuni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havolani bosing. Sotuv haqidagi barcha kerakli
ma'lumotlarni shu yerda berganmiz va eng mag'zli joylarni siz uchun olib qo'yganmiz. Yangilangan sotuv texnikalarini o'rganishni istaysizmi? Unda quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki video kommentariyasida link orqali ro'yxatdan o'ting. Joylar soni cheklangan.